Vatandoshlar, O'zbekiston xalqi, yurtdoshlar, marhumning nomiga aytilayotgan so'zlar Koreya qonun qoidasida rioya qilmaydi. O'rtoqlar, biza boyligimizni nimaga gapirdik? Biz yetarlicha to'qmiz. U qizni ish nimasiga zor qolmaganmiz. U o'lgan qizi nimasi bor edi bizdan ziyod? Biz uni ishini yopamiz. Qayerda uni puli? Sal miyani ishlatadi odamlar. Nimasiga u bechora bir nelegal bo'lsa, 1 yil vizasi yo'q, qochoq viza bo'lsa, uchoylab pulini to'lamagan bo'lsa, svet gazini to'lamagan. Svet gazini to'lamagan bo'lsa, biz hashamatli uyda yashab, dahshat mashinalarda yurib, 3-4 ta uy narsalar biznes keladigan uyda o'tirsak ham keladigan joylarimiz, pullarimiz oyiga 10-15 ming topmasak biz yurmaymiz Koreyada. Uni nimasiga biz yopamiz ish aytinglar? Sal bunda o'ylaylar. Osh-bosh ehson qilib yoramiz shekilli, kelgan balo qazo shunga ursin, nasi o'ziga ursin deb. Butun dunyoga urdi nasi. Farida ham boshdan oyoq tilla, hamma joy o'ziga yetarli. Menda ham yetarli. Hozir o'g'ri tushadi uyimga aytsam tilla. Astagfirullah. Xudoyim, kecha o'ynagan shuncha mazzamni burnimdan chiqardinglar. Voy. O'zi biladi kimnasligini. O'zi biladi juda kimnasligini. Farzand onaga kerak bo'lmasa, bizga nima kerak? 15 yildan beri taniyman avazda. 15 yildan beri taniyman. Ovoz eshitilmayapti. Hayotda gaplashganmisiz ovoz bilan? Umringizda? Menmi? Ha. Nimaga gaplashmayman? Doim ko'rishib yurganmisizlar ovoz bilan? Har bir necha yilda bir. Nimaga ishimiz? Men kafem bor edi, Sitora degan kafe kelgan ovqatlar. 7-8 yil oldin. Shu bilan men shu ish bo'yicha yana yordingiz a? Ishimiz gaplashganmiz. Nimani qo'shlaysan? Nima ishlaysan? Boshlariga ko'tarib. Nimaga ishlaysan uni? Kuyovni urishmang, Xudo. Meni urib tashladi, men nima qildim? Nima kuyovmi tegasiz? Kuyovjonim meni. Yo'q, men kenjani sochib urib tashladi, qo'limdan. Meni kelinimni bilasan? O'ylab qo'y. Meni dunyoda chiroyli onam, senlardan yaxshi meni onam deyapti o'zbekchalar. Qizim aytdi. Koreya bu ya. Koreya. Meni qizim aytibdi, dunyoda eng go'zal, eng zo'r meni onam deyapti. Amma sen sor. Ovoz. Farida yaxshi-yu, Sitorada ish ko'p ekan. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Ate shunaqa qilib gapiryapti-da, sizlarda asablaringga tegish uchun. Sovg'a qaytarib ber ekan. Hozir bular hozir Sabina bunaqa qilgan hozir kenjong bular qachon? 이거 진짜 위험한 거야. 개인정 다 깐 거잖아, 이거. 경찰 번호까지. 큰일 난 거야, 이제. Shuda Koreyada yurganlar biladi, O'zbekistondagilar negativchilar. O'rtoqlar, meni pasportimni chiqarishga o'shani o'zi yetib ortadi ularga statiyasi. Keyinchon bu neko ulyotchana ne yo'qoni. Chiqarishdimi? Meni pasportimni aydimni chiqarishibdi. Ularniki menda turibdi. Men pasportingizni qayerdan olgan? U pasportingizni qayerdan olgan? Onasiga berganman. Kim onasi? U qiz ham. Qiz onasiga. Demak, bizni videolarimiz nima chiqqan? Bizni videolarimiz turibdi. Nima chiqqan bizni videolarimiz? Qayerdan olgan? ID kartasi turibdi. Kartasi 3 ta narsasi turibdi. Men hali biron joyga ko'rsatmadim. Voy, chiqarganingiz bilan-chi, Nozima sizga hech narsa qilmagan. Vasiyat ham qilmagan. Siz bilan Nozima urushgani ham yo'q anaqdan kelibdi. U qiz bechara sizga yomonligi ham bo'lmagan. Siz hayotda ko'rgan bo'lsa ham, kuzatib yurgan bo'lsa ham, siz uni tanimaysiz. Taniganimiz. Bizga umuman yomonlik, mana shuncha ham yomonligi yo'q uni. U ketdi, hozir o'zi xohlamayapti u narsani ham. O'sha ish qilib yotishdi-da, o'zidan foydalanadiganlar. Javob berishadi. Bu bechara o'sha kuni o'lgan kuni yig'lagan ekan, o'sha Sherzodga. Yodgor jala, mana shu vaziyatda, hozir mana shu bo'lib turgan ishda-da,
Bag'dagilarni gapirishga ko'ti yo'q. O'shada. O'sha gapirib turgan odamlar. O'shani o'zini yuzi chiqib ketdi-da, o'sha uchun dalshi chiqishini xohlasanglar, bizni shaxsiy hayotimizni chiqaringlar, meni chiqaraveringlar. 100 taga teggan deylar, nima desanglar men indamayman. Xudoga solaman, lekin meni bolalarimni chiqargani men tirik qo'ymayman, aytib qo'yay. Meni bolalarim onamni qo'shgani men tirik qo'ymayman, aytib qo'ydim. Ogohlantirib qo'ydim. Dilaringga? Men mana qizga borma dedim, ha. Qanaqa chiroyli joylar. Ahmoq, borma dedim, ha. Teskar qilib ko'rsatdim. Men aytdim, o'rtoq oyoqqa dedim, dengizga mazaq tomosha qilib o'tiramiz, dushmanlar kuyib o'lsin dedim. Yur o'ynaymiz dedim, tug'ilgan kunga dedim. Ey xudo, mana o'rtoqlar, bu qanaqa dam olish, bu qanaqa mazza hayot, qaranglar. Sizlar hamma joyda ko'tini kovlaveringlar. Biz 31-etajdan o'rtoqlar deb o'tiraveramiz. Voy, dengiz bo'yiga kelinglar, undan ko'ra 8 soatda bo'lamiz. Dengiz bo'yiga kelinglar, undan ko'ra. O'zbani pasa taqqan o'g'lim, pasalar taqib zaptim o'g'limni. Siz o'sa pasa kirib olib maza qilib chaqdi. Hech kim chaqmay shuni chaqadi. Bechara Mani bolalarim. Inchon, politsiya yurib charchamadi. Mana bolalarim, mana ko'ringlar. Mana baxtliman, mana meni gapirishmas, sanlarga emas, meni gapirish. Sanlarga emas, meni suratlarimni chiqarish. Mana shu bolalarimni chiqarganing uchun, mana o'g'lim chiqqan bo'lsa, yuzi chiqqan bo'lsa javob berasan. Yo'jon, ha Oldi buyruq bergansan, oldi. Unda 3 ta, menda 5 ta. Oldi buyruq berdingmi? Farzandimni ol, bilasan, o'g'limligini bilasan, chunki suratlarini qo'yganman bolam. Oldi buyruq bergansan. O'shani isyon qilib turib bolamni chiqargan bo'lsang, Koreyada qonunda juda ham yaxshi bilasan. Yosh bolani suratini chiqarish ruxsatsiz isyonga qo'yib qo'ysang, javob berasan qonunda oldida. Yuzim o'g'lini to'sib qo'ygan bo'lgan taqdiringda ham o'sha birinchi video seni telefoningda bor. Sanlarning telefoningda bor. Ruxsatsiz olingan surat. Olingan videolar uchun qo'lingdan kelsa sanam ol. Sevgilim javob berasan. Qo'lingdan kelsa sanam ol, shunaqa ishi bor. O'zbekistonda shunaqa ishtaroq to'laydigan bo'lib qopti. O'zbekistonda yozganlarda, hammasini so'kinganlarda borib bitta bo'lib yozaman. O'zbekistonda hammadan ishtarobni olib yashab yuraman, mazza qilib. Koreyada hayot qiyinlashib qoldi, pul topolmay qoldik. Oldin bu yerdan yig'ishtiramanki, yoqqa boraman. Men ham yig'soy yig'aman endi. Nimaga yozganing uchun? Nechta bola? To'kinib yozganing uchun hammani yozaman. Nechta bola? Videolarimni qo'yishgani uchun hammani yozaman. Xudo nechta bola? Habi degan narsa bor Koreyada. O'zbekistonda ham bor. Endi yomon ayol bo'laman, yozuvchi bo'laman. Aytishadi-ku O'zbekistonda yozuvchi. Havas qilinglar, ichinglar hasad qilib, o'yi kredit, o'yi palon, o'yi piston demay havas qilinglar, Xudo beradi. 1 milliardlik o'yda olib bersin, sizlar ham 10 ta yerga teginglar. Eplasa olib bersin. Yaqinda villa quryapman, o'rtoqlar, 2 etajlik. Xudo xolasa. Uni ham ko'rasizlar. Hozir shu yog'ini olib yozishadi. Ha, Nozimani bir sug'urta, bir nima pullarini olib bu villa quryapti deb shuni ham yozishadi bular. Shuni ham yozasizlar. Amin. O'rtoqlar, havas qilsanglar, hammanglarga bersin. Men hech kimga hasad qilmayman. Hammanglar, men hozir uy joyimni sotib bir xona uyga chiqsam ham shu sitoraman. Vijdon, insof, xotirjamlik bor bizda. Ana ularga o'xshab ko'rgani qursin, ehson yig'ib unaqa qiladigan odamlar emasmiz biz. Menda ham 3 ta mashina bor, parkingda turibdi. Carnival, Sorento, Benz, 3 ta mashina bor. 3 ta mashinam bor. Bolajonlarim bilan o'zimga alohida hammaga bersin. Ovoz eshitilmayapti. Ovozing. Men 3 ta o'g'limdan boshqa hech narsam yo'q. Men boyman. Men boy onaman. Xudo bersin havas qilganligi. Farzandlarimiz boylikda. Ey, odamlarda-chi ko'rgan bo'lsa, shunaqa bor bo'lsa, shunga harakat qilib, ishi ko'p bo'lsa, manaqa ig'voga vaqti yo'q. Meni ig'volarga vaqtim yo'q. Bozor kuni ham 3 soat vaqtimni shu bolalar bilan o'tiray. Hozir 6 da yana magazinga odam keladi. Farzandim bor. Meni
o'sha kuni yig'lagan ekan u ichib. Yig'lagan ekan u Sherzodga. Men faqat onam pul Adil to'yingsan passayo. pul Adil to'yingsan. Adil to'yingsan passayo. Adil to'yingsan ulyassayo. Duga. Rasmini oling. Qani? Kigorille yig'lab Mana pirog Sherzod aytdi, hech vaqt efirda. Yig'lab onam faqat pul deydi, meni ko'chaga haydab yuborgan deb qancha yig'lab o'sha kuni stress bo'lib o'sha derazalarni sindirib bunday dedi. U qizga ham bechora ayb bo'lmagan. Voy, пожалуйста. Jivoqadi u. Chiqursin. Nimamiz qoldi yana? Hamma narsa chiqursin. Maza qilib o'ynab yuribmiz biz. Nimamiz qoldi yana? Hamma narsa. Chivo. Nega nima tashladim WhatsAppdan? Ayting, nima o'g'limga ayting kirib o'shani download qilib olsin. Men videom chiqdimi? Tugagandi. Men uchun tugagandi. Mana u qiz borma desam borib olganini. Men videom chiqaribdim. Men tashlavordim-ku, qara oyini Ey, WhatsAppga. yo'qsanga ulayotdi-ku. O'shani olib download qilib olgin, skachat qilib olgin. Nega advokatman deysan? Ey xudo, advokat demaganman. ha yuzlari ko'rinib turibdi. Bo'ldi. Bor, yuzi bor shuna kirgandan. Qani qayerdan o'sha qani? WhatsApp tashladim. WhatsApp men bilmayman, tushunmayman. Instagramda tashlab bersalar. Hozir 1 minut. Instagramda. Chiqar. Miting haqida fikrim yo'q meni. Tez saqlanib qol. Men onasi bilan salomlashgani bordim. Shu keldim, kelmadi demasin deb bordim. Meni ham voy sal qoldi-ya. Men ham borsam yiqilib qoldim. Bordim. Ben so'rasam onasi bu yerda yo'q deyishdi. Onasi yo'q deb aytishdi. Shuning uchun men dedim, shu yerda dedim, menda suratimni chiqargan qiz bor, videolarimni chiqarib yotibdi. Shu qizni dedim, hozir dedim, nimasi vichisi shu yerda chiqyapti, местоположенияsi. Desam, bu miting tugagandan keyin dedi, o'natda borib tashqarida dedi, chiqing dedi, tashqarida turing. Nima kofe shopga borasizmi, tashqarida kuzatib tursiz, keyin tugagandan keyin, miting tugagandan keyin kelsangiz, siz keyin yozib beraverasiz ustidan. Oldin shu miting tugasin deyishib, meni chiqarishdi. Chiqib ketyapti turgan joyimda meni videoga olyapti. Chiqib ketyapti turgan joyimni videoga olishyapti ular. Mana. Keyin jahlim chiqdi, olma deb aytdim. Olma deb aytsam, Anor aytdiki, oling videoga oling dedi. Degani uchun yugurib bordim, o'sha telefonini olib sindirmoqchi edim. Qizlar qilyapti mitingni. Amina yig'im o'g'illar, o'lmaydi esasas. Mana. Yo'q. Mana shu qiz. Mana shu qiz. Semiz qo'llari hammasi bor. O'sha yerda qizni hammasini telefon tekshirish kerak edi. Anora haqiqatan adolat istasa ayolga. Ishda bolasi bor ekan Anorani ham. U ishni qilmaslik kerak edi. Anora o'sha biladi shu. O'sha Sabinani biladi. Ate chiqaryapti. Ate chiqarisha biladi, hammasini qo'li bor deb o'ylayman. Agar adolat Anora o'sha ishni qilmaganda, Anorani boshqa, chunki u yerda meni tanigan singillarim ham bor. Umida aka deyapti. Umida aka deyapti. Ismi Umida ekan. Men o'zimni tanigan qizlarim bor. Men ularga qarshi emasman, o'zim borgin kelsa boraver dedim. Menga aytdi, opa shunaqa boraver dedim, bemalol qil miting dedim. Men onasi uchun bormoqchi edim, gaplashgan uchun. Men onasidan o'sha qarg'agan bo'lsam, kechirimimni so'rab, onasi mendan kechirim bo'lsa, so'ramoqchi edim, yo'q onasi deyishdi. Yerda onasini ko'rmadim. Moshda o'tirgan ekan. Turgan o'sha yerda turdi, ko'rmadingiz. Men ko'rmadim. Men ko'rmadim. Shuning uchun yo'q deb politsiya aytgani uchun men chiqib ketyapti turdim. Onasi menga baqirdi. Ular ketgandan keyin, miting tugagandan keyin men yozmoqchi edim. O'shanda kelim yozing deyishdi. Menga borsam, "Bor naraqa, ko'zingga ko'rinma." Yo'qar dedim men. Eriz deb o'ylayapti, o'g'li, o'rtoqlar o'g'li. Hozir men qayta men videom chiqdimi? Meni betim chiqdimi? Ha. O'g'ling ham ko'tmi dedi. Mana shu ham Feruza opaga qarshi ishlatiladi. Yozinglar. Qani o'z. O'sha miting qilib, meni hozir videolarimni chiqarganlar, hammalaring birsizlar. Meni shunday qilib yozaman. Nima demaylar o'rtoqlar. Menga qarshi yozilgan so'zlar hammasi onasiga qarshi bo'ladi. Men aytib qo'yaman, ogohlantiring. Hurmatlar.
Hamma qaysi biring mana shunaqa Chunki gruppovoy bo'ladi-da bu. yerga nimaga yotqizyapti? Yerga nimaga yotqizyapti? Mani oyoq bir tomonim tortib ketdi, ketyapti turdi. Oyog'im ketdi, shu bir tomonga ketdi, yiqilib ketdi. Uni kamerada ko'rsa ham bo'ladi hammasi. Men o'zicha qilgan odam unaqa yiqilmaydi. Manoqlarim ko'karib shilinib ketdi. Mana qo'llarim mana ko'karib ketdi. Nima deb o'yladi? Mazga bormaydi. Ular nima deb o'yladiki, mitingni bizga Asabdan ketdim men, o'zimni tashlab yubordim. Men o'z chantaj qiladigan odam emasman. Bor o'sha telefonini olib ko'rmoqchi edim. Olib qo'yib politsiyaga topshirib yuborardim. Nima bo'lsa, ish taraf to'laganimda ham o'sha telefonni olib turib topshirib yuborardim. Ichida hamma yo'q bor edi. Bular nima qilyapti, nima qo'yyapti, hammasi bor o'shaning ichida. O'sha qizni telefonining ichida bor. Voy, nozima ko'kargan joylarini aytib bering. Nima deyapti bular? Ko'kargan joylarini ayting dedi. Bor ayindan so'ra. Biz senga ekspertizmadik. Yo uni ochib olib ko'ribmizmi ishtonlarni ochib. Mana o'rab qo'ygan nimasini ochib ko'ribmizmi yo uni yo buni janjal qilishganda bor ekanmizmiz. Biz morgda yuzini ko'rganmiz xolos. Undan keyin ishlayotgan joyini ko'rganman. Anora o'zi biladi, juda yaxshi biladi Anora. Anorani o'zi ham yuvgan. Nima aytmabdi? Nima aytmabdi? Aytsin. Agar ko'rgan bo'lsa, ko'rgan ekanmi, ko'tlarini bunday ham yo'qini ochib ko'rgan ekanmi? 20 cheshop bo'lgan. 29 qani? Nima ular? Anora o'zi gapirsin. Aytdi-ku, siz yumadingiz, to'g'ri bir chekkada turdingiz dedi. Men da'vashi qo'shishama, qo'lini ushladim xolos, aytdimmi? Ko'rgan joyim ham yo'q. Nima o'shani aytmabdi Anora? Nima videolarda to'xtatmabdi? O'chiringlar, nimaga sen adolat so'ramading men uchun? Ayol bo'lsang, 3 ta bolang bo'lsa, nima so'ramading? O'lib ketgan odamga sen adolat so'rayapsan. So'rar. Nimaga menga so'ramayapsan? Sen ham ekansan. Qo'lini Sana surating chiqdimi? Ha, yuvmasdan sassiq holiga jo'natish kerak edi, to'ppa-to'g'ri. Sitorachi deydi, Sitora. Boshini ko'rdim o'rtoqlar. Labini ko'rdim, oyoqlarini ko'rdim. Men hech kimga javob berishga haqqim nima majburiyat emasman, lekin Pokistonliklar aytdi, nima deydi, plastinani tagidan qarasanglaring gunohkor bo'lasizlar. Mashta ko'rganingni gapirishga. Hech kim qo'rqqan yo'q, hech kim qo'rqmaydi. Endi bo'yi kelsin. Allohning oldida ham, bandasining oldida ham mana shuncha gunoh qilganim yo'qman. Men o'zim mana shunaqa qilib, meni aybdor qilaman. Men piyeja. Qayejalarchi, yana videoni chiqarish, qayejalar. Siz nima yordamsiz? Nima dediki Koreya? Nima? Pastga hamma samoninga Sitoraga adolat deb yozdim. Hamma. Yozinglar. Adolat chiqib bo'lgan. Bosamiz. Men adolatni tan olganman o'rtoqlar, biz tan olganmiz. Ular o'zini o'zi qilyapti. Qo'yavering. O'likni kesib yurtgandan ko'karib, biz o'lik birinchi marta hayotimizda ko'rdik. Ha, o'lik shunaqa bo'lar ekan dedik. Biz o'lik ko'rib yurgan odammizmi? Adolat. Adolat deb yozgan, Farida Sitoraga adolat deb yozganlarga podpiska bo'lib qolamiz. O'rtoqlar, men adolatni ana shu insonlar yaxshi insonlar, chunki Allohning qalbida Alloh bor ular. Kulmaylar, bu kulgili. O'rtoqlar, ular yig'lasin, biz yig'laydigan ish qilmadik. Meni suratlarim chiqib ketganiga adolat. Faqat kulamiz. Meni suratlarim tushishi uchun, mana shu narsalarda kechirim so'rashlari uchun, o'shalar qilgan ayblar uchun pushaymon bo'lish uchun adolat. Tiriklarga adolat. So'kishib chiqarishasam, endi chiqarganing ham men ustingdan. O'rtoqlar, dengizga qarab kofe ichsanglar, mazzami qaranglar. Qo'ying. Yo'qol haromini bolasi. Barini olib ket, jalab xonadonini olib ket. Kim yozyapti? E'tibor bermayman. O'rtoqlar, bitta narsa o'zimiz uchun oldik. Mani sariq sochimni gapirishyapsan. Sariq sochimni gapirishma. Bu sariq soch tagidan chapul kirib ketgan iploslar. Miyam ichidan boshlangan, miyam ichidan. Qilaversin, zaps qilaversin. Qilaversin. Zaps qilganda yoqib bo'lsa bo'ladi Instagramda, TikTokda. Ulardan qilmaydi qolqin. Rasmga ham ololmaydi. Mana oddiy davlat tomonidan chaqirilgan ayolam aybdor bo'lib ketdi-ku. Vatandoshlar,
O'zbekiston xalqi, yurtdoshlar, marhumning nomiga aytilayotgan so'zlar Koreya qonun qoidasida rioya qilmaydi. Bu inson marhumning ruxsatsiz, marhumning yigiti qonunan eri emas. Uning ruxsati qayerda ham berilmaydi. Marhumning uyiga militsiyalardan, sud ekspertiza qiluvchi insonlardan boshqa hech kim kirishga ruxsat tegilmagan, berilmagan. Marhuma o'lgandan keyin marhumani uyini egasi Koreys ruxsat berishi mumkinmi marhumani uyiga kirishga? Ruxsat bermaydi. Birinchidan, Koreyada marhumani aytmayapman, shartnoma qilingan marhuma bo'ladi. Ammo uyning haqiqiy egasi mana bu 12 ta serialni ko'rsa, ana endi ular oldida javob beradi. Birinchidan, hech kimga ruxsat tegmagan qonunan. Ikkinchidan, nima haqqi bor marhumani nomini qoralashga? Ichganini ko'rdimi? Ko'zi bilan, chekkanini qo'li bilan ushladimi? Shu o'zbek erkakimi? Erkakimi? Akasiga, ukasiga ishonmasak, kimga ishonamiz? Marhumni e'tibor, marhumni bizni musulmonda o'tgan